rangi qalbingiz kabi oq bo'lgan Nexia 1da oppog'idan keldi azizlar. Mashinamiz holati juda ham go'zal turibdi. Balonlari o'rtacha holatda 2006-yilda ishlab chiqarilgan metan gaz balonlari ham mavjud. Azizlar, mashinamiz atiga 3 ta joyda kraskasi bor. Ya'ni oldi kapot, o'ng krilo hamda mana shu yerida petnosi bor. Bagajiga e'tibor beradigan bo'lsak, bagaji ko'rib turganingizdek akkuratniy minilgan, zontikiga alohida baho berasiz. Salon holatiga keladigan bo'lsak, salon holati ko'rib turganingizdek juda ham go'zal turibdi. Yangi polik, yangi chuqur, Pioneer original magnitofon hamda orqalari ham top-toza turibdi. Azizlar, mashinamiz 3 krupga yaqin yurgan. Ko'rib turgan ushbu Nexia 1imizda motor, ходовой, korobkasida umuman ishi yo'q ekan. Azizlar, narxiga keladigan bo'lsak, egalari $4300 so'rashyapti. Pastda nomerni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib savdo qilishlaringiz mumkin. Ushbu Nexia 1imiz yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib qo'yib, Nexia 1ga qiziquvchi do'stlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'yishni unutmang.